shu ishni takrorlayotganini ko'raman. Birinchi marta bu hodisa ro'y berganida menga hech kim ishonmagan edi va hech kimga buni isbotlay olmas edim. Balki bu mening miyamda sodir bo'layotgan bo'lsa-chi, bilmayman. Ammo bu juda qo'rqinchli edi. U menga zarar bera oladimi yo'qmi hech narsani bilmayman. Uni har doim ko'rardim, ya'ni o'zimni. Nima ish bajarsam, u ham 10-20 soniyadan keyin shu ishni takrorlar edi. Unga tegina olmasdim. Aniqrog'i teginishga qo'rqardim. Bir kuni g'alati holat ro'y berdi va nihoyat o'sha kun keldimikan degan fikrda edim. Ortimga o'girilganimda u men qilgan ishni qilmay menga qarab jilmayib qimirlamay turardi va qo'rqinchli jilmayardi. Men tomon bo'ldim. U men tomonga yugurib keldi va men eshikni yopdim. U eshikni ochishga harakat qilardi va birdan tinchidi. Shu payt eshik telefoni jiringladi. Men juda qo'rquvda edim va go'shakni ohistalik bilan ko'tardim. Qachon kelasiz? Uzoqda, sog'indim.